Birinchi masala, ikkinchi Xo'p, bugungi darsimiz 20-mavzu IDC 3 matematikasida. Mavzuni o'qiymiz. Hosilaning geometrik va mexanik ma'nosi. Mexanik degani bu nima degani? Fizik, Hosilaning geometrik va fizik ma'nosi desak ham bo'laveradi. Xo'p, biz sizlar bilan urinma tenglamasi degan mavzuni o'tgan edik. Ana o'sha urinma tenglamasi degan mavzuni o'tganmiz. Shu mavzularda mana shu mavzuga tegishli misollarda ham yechib ko'rgandik. Bugun yana takrorlash qilib olamiz. Kelinglar, eng sodda bir masaladan boshlasak. Birinchi masala. Qandaydir bizga y barobar x kvadrat parabola berilgan bo'lsin. Y barobar x kvadrat parabola berilgan bo'lsin. Shu parabolaga qandaydir x0 barobar 3 degan nuqtadan urinma o'tkazilgan. Urinma, ana o'sha urinmani tenglamasini toping deyilyapti. Xo'p, chizmasiga e'tibor beramiz. Mana bu x o'qi, bunisi y o'qi. Y barobar x kvadrat parabola bizga tanish. Biz ko'p marotaba bu parabola grafikini chizganmiz. Qanaqa bo'lar edi? Y barobar x kvadrat. Mana bu ko'rinishda o'tar edi. Bu y barobar x kvadrat parabolamizning grafigi. Xo'p, savolning mazmuni nima? Bu savolning mazmuni shuki, mana shu y barobar x kvadrat parabolaga mana bu yer 1, 2, mana bu yer 3 bo'lsa, mana shu parabolaga 3 degan nuqtada parabolaga urinib o'tuvchi mana bu to'g'ri chiziqning tenglamasi qanaqa bo'ladi deyilyapti. Xo'p, mana shuni to'g'ri chiziq deb qabul qilamiz. Mana shu to'g'ri chiziq. Bizga y barobar x kvadrat parabola berilgan bo'lsa, shu parabolaga x barobar 3 degan nuqtada parabolaga urinib o'tuvchi mana shu urinma, bu urinma ko'ryapsiz, to'g'ri chiziq bo'ladi. Mana shu to'g'ri chiziqning tenglamasi qanaqa bo'ladi degan savollar beradi. Xo'p, bu urinma tenglamasi, ko'ryapsiz, urinmamiz to'g'ri chiziq bo'lar ekan, mana bu ko'rinishda bo'ladi. Y barobar fx0 plus f'(x0) ko'paytiruv x minus x0. Mana shu tenglama urinma tenglamasi hisoblanadi. Ya'ni funksiyaga x0 nuqtada urinib o'tib ketayotgan to'g'ri chiziq tenglamasini mana shu ko'rinishda yozamiz. Demak, mana bu siz doskada ko'rib turgan tenglama bu urinmaning tenglamasi ekan. Qanaqa urinma tenglamasi? Funksiyaga qandaydir x0 nuqtadan o'tayotgan urinmaning tenglamasi ekan. fx0 f'(x0) x minus x0. Xo'p, bizning masalamizda bu urinma tenglamasi qanaqa bo'ladi? Birinchi ish funksiyaga hosila olmasdan turib x0 nuqtani qo'yasiz. fx0 deyveraman. Bu yerda f ekan, bizda y bo'lyapti. Y x0 desangiz ham bo'laveradi, fx0 desangiz ham bo'laveradi. fx0 barobar fx0 degani mana bu funksiyangizga qanaydir buni f funksiya deb tushunavering. Son buni qanaydir fx funksiya deb yozsam, y bo'lsa ham bo'laveradi. Qanaydir fx funksiya deb yozsam, ya'ni fx teng x kvadrat deb nomlangan funksiya desam, birinchi o'rinda bu funksiyadan hosila olmasdan turib x0 nuqtani qo'yasiz. Qo'yadigan bo'lsangiz, mana x0 is 3, 3 da mana bu x ga qo'ysangiz 3 ta kvadratda bo'lib 9 bo'ladi. Demak, fx0imiz 9 ga teng. Endi ikkinchi ish. Berilgan funksiyadan hosil olasiz. X kvadratda hosilasi nimaga teng? 3x ga teng. Ya 2x ekan. 2 oldinga tushadi. Fx da hosilasi 2x ga teng. 2 oldinga tushadi, 1 ayriladi.
Xo'p, endi mana olgan hosilamiz shu. Hosila olganimizdan keyin uchinchi ish, olingan hosilaga ham x0 nuqtani qo'yib ko'ramiz. f'(x0) barobar mana shu olingan hosilaga x0 nuqtani qo'yib ko'ramiz. 2 ko'paytiruv x, x o'rniga 3 qo'yadigan bo'lsak, javob 6. Va to'rtinchi ish, urinma tenglamasini tuzib qo'yamiz. Urinma tenglamasi y barobar f(x0) qo'shilgan f'(x0) x minus x0. Mana shu urinma tenglamasi bo'lsa, topilgan ma'lumotlarni o'rniga qo'yamiz. f(x0)imiz 9 ga teng. 9 plus f'(x0). f'(x0)imiz 6 ga teng. X minus x0. x0'imiz 3 ga teng. Mana urinma tenglamasi tayyor bo'ldi. Qavsni ochib soddalashtirib qo'yamiz. 9 plus qavs ochadigan bo'lsam 6 kara x 6x minus 6 kara 3 18. Demak 6x minus 9. Demak bizda urinma tenglamasi y barobar 6x minus 9 ko'rinishda bo'lar ekan. Bu nima o'zi? Bu urinma. Qanaqa urinma? X kvadrat parabolaga x barobar 3 nuqtasida bitta shu nuqtada tegib o'tib ketayotgan to'g'ri chiziq tenglamasi 6x minus 9. Mana shu bizning maqsadimiz edi. Funksiyaga x kvadrat funksiyasiga 3 degan nuqtadan o'tayotgan urinma tenglamasi 6x minus 9 bo'lar ekan. Demak, chizmaga ham yozib qo'yishimiz mumkin. Y teng 6x minus 9. Xo'p, to'g'ri chiziqlar haqida biz ko'p marta gaplashgandik. Bu to'g'ri chiziqda burchak koeffitsient degan tushuncha bo'lardi. Nechiga teng bizda burchak koeffitsiyentimiz? 6 ga teng, to'g'rimi? Bizda urinmamiz bor edi. Mana shu urinmamizning burchak koeffitsiyenti 6 ga teng. Demak, urinma tenglamasidan ko'ryapmizki, burchak koeffitsient k 6 ga teng. Hosilani geometrik ma'nosiga yetib keldik. Hosilaning geometrik ma'nosi nima degan savolga biz javob beramiz. Hosilaning geometrik ma'nosi bu shundayki, agar biz berilgan biror bir funksiyadan hosila olib x0 nuqtani qo'yadigan bo'lsak, bizdan chiqadigan natija shu x0 nuqtadan o'tayotgan urinmani burchak koeffitsiyentini berar ekan. Hosilaning geometrik ma'nosi shu. Hosilaning geometrik ma'nosi urinmani burchak koeffitsiyentini bildiradi. Mana shu Zamiraxon hosilaning geometrik ma'nosi ekan. Tushunarlimi? Hosilaning geometrik ma'nosi bor, fizik ma'nosi bor. Hosilaning geometrik ma'nosi bu, agar biror bir funksiyadan hosila olib, biror bir x0 nuqtani qo'yadigan bo'lsangiz, uning ma'nosi shu x0 nuqtadan o'tayotgan urinmamizning burchak koeffitsiyentini bildiradi. Mana shu ma'nosi shunga teng. Demak, hosilaning geometrik ma'nosi urinmani burchak koeffitsiyentini bildirar ekan. Ya'ni funksiyadan hosila olib, biz x0 nuqtani qo'yib ishlayapmiz-ku, ko'p marta bajardik bu ishni. Mana shu urinmalarimizning burchak koeffitsiyentini bildiradi. Mana shu hosilaning geometrik ma'nosi. Endi geometriya darsidan burchak koeffitsient k sinus alfamidi? Nima edi? Tangens alfa edi. Endi bu k ning ma'nosi tangens alfani bildiradi. Agar bu to'g'ri chiziq, ya'ni urinma x o'qini musbat yo'nalishi mana bu yo'nalish. X o'qini musbat yo'nalish bilan qandaydir alfa burchak hosil qilsa, mana bu k shu alfa burchakning tangenisini bildiradi. Demak, geometriya darslarida biz bilamiz k tangens alfaga teng ekanligini. Bundan kelib chiqadi, hosila olib biror bir funksiyadan x0 nuqtani qo'ysangiz, o'sha x0 nuqtadan o'tayotgan urinmamizni x o'qi bilan hosil qilgan burchagini tangenisini bildirar ekan. Demak, f'(x0) nimaga teng bo'lib qolar ekan?
tangens alfaga teng ekan. Mana shu hosilaning geometrik ma'nosi ekan. Ularni yozib olinglar. Ikkinchi masala. fx barobar x kub. Ikkinchi masala. fx barobar x kub funksiya berilgan bo'lsa, mana shu funksiyaga x0 barobar 2 nuqtadan o'tayotgan urinmamizning tenglamasini tuzing va bu urinmadagi burchak koeffitsient k ni toping. Qani tuzinglarchi? fx barobar x kub degan bu kubik funksiya deyiladi. Kubik funksiya berilgan bo'lsin. Mana shu kubik funksiyaga x0 barobar 2 nuqta orqali urinma o'tkazilgan. Ana o'sha urinmani tenglamasini tuzasiz. Tenglamasi tuzib bo'lganingizdan keyin uning burchak koeffitsiyentini ham yozib qo'yasiz. Mana bu burchak koeffitsiyenti bo'lib. Xo'p, urinma tenglamasini mana bu yo'l bilan bajarasiz. Birinchi fx0 plus f'(x0) keyin x minus y barobar urinma tenglamasini qo'yib qo'yasiz. fx0, f'(x0), x minus x0. Xo'p, chizma orqali ham tushuntirib ketdik. X kub funksiyamizning grafigi, kubik funksiyamizning grafigi qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Mana bunday ko'rinishda bo'ladi kubik funksiyamizning grafigi. Endi 2 degan nuqtada, mana bu qanaqadir x barobar 2 degan nuqta bo'lsa, shu 2 degan nuqtadan o'tayotgan urinma tenglamasi mana bu ko'rinishda bo'ladi. Biz hozir mana shu urinma tenglamasini topmoqchi bo'lyapmiz. Chunki faqat bitta shu 2 degan nuqtada funksiyaga tegadi-yu, o'tib ketadi. Hali tib o'tib ketdik, urinib ketdik, qoqilib ketdik deymiz ba'zida. Shunaqangi. Shu 2 degan nuqtada funksiyaga uriladi-yu, o'tib ketadi. Biz hozir mana shu urinma tenglamasini topmoqchi bo'lyapmiz. Demak, urinma tenglamasini topishimiz uchun birinchi ish f(x0) qilamiz. Bu degani hosila olmasdan turib x0 ni qo'yish kerak. X o'rniga mana bu x0 ni qo'yasiz. 2 ni kubi necha? 8 bo'ldi, fx0 bo'ldi. Endi ikkinchi ish f'(x0). Oldin hosila olamiz. Hosila oladigan bo'lsak, 3 oldinga tushadi, 1 ayriladi. Nima bo'ladi? 3x ning kvadrati. Mana hosila. Uchinchi ish. Olgan hosilamizga ham x0 nuqtani qo'yamiz. f'(x0). 3 ko'paytirib x ni joyiga mana bu 2 ni qo'ysangiz daraja bajariladi. 2 ning kvadrati 4, 3 kere 4 12. Va 4-chi ish. Xo'p, urinma tenglamasi y barobar f(x0) plus f'(x0) ko'paytiruv x minus x0. Mana shu urinma tenglamasi. Joy-joyga qo'yib tashlaymiz. Y teng f(x0)imizdan chiqqan javob 8. 8 ni qo'yamiz. Plus f'(x0). Mana shu k. Ko'ryapsizmi? f'(x0) mana shu yerda k turadi. f'(x0)imiz 12. Ko'paytiruv x minus x0. x0'imiz 2. Qavslarni soddalashtiramiz. Y barobar 8 qo'shilgan. Ko'paytiramiz. 12 kere x 12x minus 12 kere 2 24. Demak, y barobar 12x 8 dan 24 ayirsak 16 minusdan. Mana bu bizning yechimimiz ekan. Mana shu urinma tenglamasi. Endi bu urinma tenglamamizda burchak koeffitsient necha ekan? Burchak koeffitsient demak yozib qo'yamiz. Urinma tenglamasi
12x minus 16 bo'lyapti. Mana bu bizning urinma tenglamamiz. Bu urinma tenglamamizdagi burchak koeffitsient k nechaga teng ekan? 12 ga teng ekan. Tushunarli? Mana shu urinma tenglamamizning javobi 12x minus 16 ekan. Bu yerdagi burchak koeffitsient k 12 ga teng ekan. Mana shu hosilani geometrik ma'nosi bo'ladi. Endi ikkinchi ma'nosi ham bor, hosilaning fizik ma'nosi. Xo'p, fizik nuqtai nazardan biz tezlik, tezlanish, yo'l degan tushunchalar va shu bilan birga moddiy nuqta degan tushunchani ham o'tgansizlar, to'g'rimi? Fiziklar juda ham yaxshi bilasizlar bu narsalarni. Moddiy nuqta nima, tezlik, tezlanish, ularga biz to'xtalib yotmaymiz. Hosilaning ular bilan qanaqa aloqasi borligini tanishib chiqamiz. Xo'p, bizga qandaydir yo'l formulasi berilgan bo'lsin. Yo'l vaqtga bog'langan. Qandaydir yo'lning formulasi berilgan bo'lsin. Xurshidjon, bizga qandaydir biror bir moddiy nuqtaning harakatlanish qoidasi berilgan bo'lsin. Ya'ni S bu yo'l, T bu vaqtga bog'langan. Abjalil, hozir biz mana shu yo'ldan bir marta hosila oladigan bo'lsak, o'sha moddiy nuqtamizning tezlik qoidasini topgan bo'lamiz. Demak, tezlikni topishimiz uchun harakatlanish qoidasidan bir marta hosila olishimiz kerak bo'ladi. Tezlikni topishimiz uchun, ya'ni bizning moddiy nuqtamiz qanaqangi tezlik qoidasi bilan harakatlanyapti bilishimiz uchun yo'ldan bir marta hosil olsak, tezlikni topamiz. Agar tezlikdan ham bir marta hosil olsak, tezlanishni topamiz. Mana shu hosilamizning fizik ma'nosi bo'ladi. Demak, harakatlanish qoidasidan olingan birinchi tartibli Behruzbek hosila tezlikni beradi. Tezlikdan olingan hosila esa tezlanishni beradi. Mana bu hosilani fizik ma'nosi bo'ladi. Demak, bizga biror bir moddiy nuqtamizning harakatlanish qoidasi berilgan bo'lsa, shu harakatlanish qoidasi, ya'ni yo'ldan osonrog'i, yo'ldan hosila olsak tezlikni topamiz, tezlikdan hosila olsak tezlanishni topamiz. Tushundingmi? Yo'ldan hosila olsak tezlikni topamiz, tezlikdan hosila olsak tezlanishni topamiz. Kelinglar misol ishlab ko'ramiz. Xo'p, 3-misolimiz bo'lyapti. Bizning moddiy nuqtamiz st barobar 1/2 t kvadrat plus 3t metr. Qoida bo'yicha harakatlanmoqda nishoni bilan. Bizning moddiy nuqtamiz st barobar 1/2 t kvadrat plus 3t qoida bo'yicha harakatlanmoqda. Shu moddiy nuqtani t barobar 3-sekunddagi tezligini toping. Shu moddiy nuqtani 3-sekunddagi tezligini toping. Buni ba'zan onning tezligi deb ham aytib qo'yamiz. O'sha ondagi tezligi. Demak, moddiy nuqtamiz avtomobil bo'lishi mumkin, biror bir inson bo'lishi mumkin. Xullas, moddiy nuqta 1/2 t kvadrat plus 3t harakatlanish qoidasi bu yo'l bu. Shu qoida bo'yicha harakatlanmoqda. Shu moddiy nuqtani 3-sekunddagi, aynan 3-sekunddagi tezligini toping. Xo'p, demak yo'l berilibdi. Hosilamizning ma'nosidan biz tezlikni topib olishimiz kerak. Tezlikni topishimiz uchun yo'ldan bir marta hosil olamiz. Demak, tezlik topish uchun yo'ldan bir marta hosil olamiz. Bu yerda siz t ni o'zgaruvchi deb tushunasiz. Ya'ni x sifatida t ni tushunasiz. Nargiza. Demak, vt teng hosil olyapman 1/2 t kvadratda hosilasi 2t plus
3t ni hosilasi 3. Qisqaradiganlari bor. Demak, vt teng t qo'shilgan 3. Demak, bizning moddiy nuqtamiz mana shu qoida bo'yicha harakatlanmoqda. Tezligi shu qoida bo'yicha topiladi. Nechanchi sekunddagi tezligi kerak bo'lsa, t ni o'rniga qiymatini qo'yib topa olasiz. Tushundingizmi? Yo'l berilgan bo'lsa, tezlikni topish uchun bir marta hosil olasiz ekan. Hosil olsangiz, mana tezlik mana bu ko'rinishda bo'lar ekan. Endi bizga aynan nechanchi sekundda tezlik kerak? 3-sekundda tezlik kerak. Ya'ni t ni o'rniga 3 qo'ysak bo'ldi. Demak, t ni o'rniga 3 qo'ysam va 3 barobar 3 + 3 barobar 6 metr taqsim sekund. Demak, 3-sekundda uning tezligi 6 metr taqsim sekund bo'lyapti ekan. Aynan 1-sekund, 2-sekund, 3-sekundda bunday haligi speedometr deymiz, speedometrga qarasak 6 metr taqsim sekund bilan ketyapsiz ekan. Tezlik borgan sari oshib boryapti, lekin hozir aynan 3-sekundda tezligi 6 metr taqsim sekund ekan. Tushunarlimi? Endi tezlanish qanaqa bo'ladi desak, tezlanishi topish uchun yo'ldan ham bir marta hosil olamiz. Yo'ldan bir marta hosil olinglarda tezlanish kelib chiqadi. Tezlanish bu tezlikning vaqt birligida o'zgarishi. Qani tezlik qanaqa o'zgaryapti ekan vaqt birligida? Ya'ni har sekundda tezligi qanaqa ortar ekan? Buni bilish uchun tezlikdan ham hosil olamiz. Demak, t + 3 dan tezligimiz t + 3 bo'lib qoldi. T + 3 dan hosil olsak, tezlanish kelib chiqadi. Tezlanish t ni hosilasi 1, 3 ta hosilasi 0. 1 metr taqsim sekund kvadrat. Bu degani tezlanish mana tezlik har sekundda 1 metr taqsim sekunddan ortib boryapti ekan. Haligi tezlanuvchi harakat joyingizda turibsiz, mashinangiz qo'zg'alayotgan payti tezlanuvchi harakat qilib qo'zg'aladi, to'g'rimi? Tezligi har sekundda ma'lum bir miqdorda oshadi. Ana o'shani tezlanish deymiz. Bizning tezlanishimiz 1 metr taqsim sekund kvadrat ekan. Bu degani har sekundda tezligi +1 dan ortib ketyapti ekan. Tushunarlimi? Mana shu fizik ma'nosi. Demak, yo'ldan agar harakatlanish qoidasidan bir marta hosil olsak, tezlikni beradi. Tezlik chiqadi. Tezlikdan ham bir marta hosil olsak, tezlanish chiqar ekan. Yana bitta ishlab ko'ramiz. Moddiy nuqta. Hop, s barobar st barobar sinusda mana shunday qonuniyat bo'yicha harakatlanmoqda. Moddiy nuqta s barobar sinusda qoida bo'yicha harakatlanmoqda. Shu moddiy nuqtamizning t barobar pi taqsim 6 paytdagi t barobar pi taqsim 6 sekunddagi tezligini ham toping, tezlanishni ham toping. Pi taqsim 6-sekunddagi tezligi qanchaga teng? Tezlanishi nechaga teng? Topinglarchi. Pi taqsim 6-sekunddagi tezligi bilan tezlanishi. Xo'p, birinchi tezligini topib olamiz. Xo'p, sinusdan hosil olyapman. Sinus hosilasi kosinusga teng. Yozinglar, sinus hosilasi kosinusga teng. Xo'p, yaxshi. Sinus hosilasi nimaga teng? Kosinusga teng. Demak, tezligimiz mana bu formula bo'yicha, kosinus formulasi bo'yicha o'zgarib borar ekan tezligimiz. Bizga pi taqsim 6-sekunddagi tezlik kerak. Demak, biz v pi taqsim 6 ni hisoblab qo'yamiz. Kosinus pi taqsim 6 ilzosida 3 taqsim 2 metr taqsim sekund. Demak, tezligi ilzosi 3 taqsim 2 metr taqsim sekund ekan. Aynan
pi-6 sekundda uning tezligi, ya'ni shu moddiy nuqtamizning tezligi L/2 metr/sekund ekan. Endi tezlanishchi. Tezlanish topish uchun tezlikdan ham bitta hosila olamiz. Tezlikdan hosila olamiz. Demak, AT A bilasizlar, tezlanishni belgilaymiz. Muhammadjon necha bo'lar ekan tezlanishi? Kosinusdan hosilasak minus sinusda. Demak, kosinusdan hosila olamiz. Minus sinusda. Demak, tezlanishi mana bu formula bo'yicha o'zgarar ekan. Istalgan paytdagi tezlanishini shu qoida bo'yicha topib olaverasiz. Tagiga qiymat qo'yib topa olaverasiz. Bizga pi-6 sekunddagi tezlanish kerak. Tagiga pi-6ni qo'ysam, A pi-6 teng minusdan sinus pi-6 minusdan 1/2 metr/sekund kvadrat. Manfiy chiqmasa nimani bildirar edi? Sekinlanuvchi harakat qilar ekan. Demak, pi-6 sekundda uning tezlanishi minus 1/2 metr/sekund kvadrat ekan. Bu degani tezlanish har sekundda yarim metr/sekund kamayib boryapti ekan. Tezlanishi kamayib borar ekan. Demak, ma'lum payt tezlanish ortar ekan, ma'lum payt tezlanish pasayar ekan. Tushunarli bo'ldimi? Xullas, mavzumizning qisqacha tushunchasi shu. Buni men qisqaroq beryapman, chunki avval ham 1,5 soat, 2 soat to'liq bu mavzu haqida gapirishganmiz. Endi ko'proq misol-masala yechib, bu mavzuga kirishib olamiz. Qisqacha xulosa qilib qo'yamiz. Demak, hosilamizning geometrik ma'nosi nima ekan? Hosilamizning geometrik ma'nosi, agar biz biror bir funksiyadan, biror bir fx funksiyadan hosila olib, olgan hosilamizga qandaydir x0 nuqtani qo'yadigan bo'lsak, urinmamizning burchak koeffitsiyentini bildirar ekan. Ya'ni hosilaning geometrik ma'nosi urinmaning burchak koeffitsiyentini bildirar ekan. Ya'ni k ni bildirar ekan. Beruzbek Tohirov, nima Umidjon, geometrik ma'nosi nima ekan? Hosilaning geometrik ma'nosi urinmaning burchak koeffitsiyenti ekan. Endi fizik ma'nosichi? Agar biz harakatlanish qoidasi, ya'ni s dan hosila oladigan bo'lsak, ya'ni bir marta hosila olsak tezlikni bildirar ekan, tezlikdan ham hosila oladigan bo'lsak tezlanishni bildirar ekan. Tushundingmi? Harakatlanish qoidasi s yo'ldan olingan birinchi tartibli hosila tezlikni beradi. Yo'ldan agar siz 2 marta hosila olsangiz tezlanishni bildiradi. Tushundingmi? Xo'p, Otabek Nosirov, fizik ma'nosi nima ekan? Yo'ldan olingan birinchi tartibli hosila nima bildirar ekan Otabek? Tezlikni bildirar ekan. Agar tezlikdan ham hosil olsakchi, tezlanish. Maqsadjon, geometrik ma'nosi nima ekan? Urinmamizning burchak koeffitsiyentini bildirar ekan. Shohsonam, fizik ma'nosi nima ekan? Demak, to'g'ri. Yo'ldan bir marta hosil olsak tezlikni bildiradi, tezlikdan ham hosil olsak tezlanishni bildiradi. Bu bino geometrik ma'nosi nima ekan? Burchak koeffitsiyent ekan. Ro'shona, fizik ma'nosi nima ekan? Agar yo'l berilgan bo'lsa, harakatlanish qoidasi berilgan bo'lsa, bir marta hosil olsak tezlikdan hosil olsak tezlanishni bildirar ekan. Tushunarli? Endi kitobni ochinglar, misol masala yechishni boshlaymiz. Bu yerda juda ham ko'p qiziqarli savollar bor. Birgalikda ularni ishlab ko'ramiz.
pauza qilib turing. Hozir hop kitobimizda 276-bet. O'xshashlarini tashlab ketaveraman, o'zingiz ishlab ko'rasiz. Birinchi savol. Bugun qon tahlilini ham qilishimiz kerak. Birinchi savol. Fx barobar x da 4-si ekan. Shu funksiyaga 1/2 absissali nuqtadan o'tkazilgan urinmani burchak koeffitsiyentini toping demoqda. Yozdik. Fx barobar x4-si. Mana bu funksiyaga 1/2 nuqtadan urinma o'tkazgan ekansiz. Ana o'sha urinmani burchak koeffitsiyentini topishingiz kerak ekan. Urinmani burchak koeffitsiyenti k ni topish uchun biz hosila olgan hosilamizga x0 nuqtani qo'yib qo'yishimiz kerak. Mana shu burchak koeffitsiyentini bildiradi. Urinma tenglamasini tuzish shart emas. Burchak koeffitsiyent topish uchun hosila olasida olgan hosilaga x0 nuqtani qo'yib qo'yasiz. Mana shu qoida, mana shu formula. Hosilamizni geometrik ma'nosidan foydalanamiz. Demak, hosila olamiz. f' x teng x da 4-sidan hosila olsam 4x da kubi. Mana shu hosila. Endi bu birinchi ish. Ikkinchi ish, burchak koeffitsiyent k ni topish uchun olgan hosilamizga x0 nuqtani qo'yamiz. Ya'ni olgan hosilamizga 1/2 ni qo'yamiz. 4 ko'paytirilgan 1/2 ning kubi barobar 4 ko'paytirilgan 1/2 ning kubi 1/8. 4 bilan 8 qisqarsa 1/2. Burchak koeffitsiyent 1/2 ekan. Chunki urinmamizning burchak koeffitsiyentini topish uchun hosil olib x0 nuqtani qo'yishimiz lozim. Xo'p, 3-savol ham shunaqangi. 5-savolga qaranglar. 5-savol asli shunaqa ekan. Ishlab ko'raveramiz. 5-si. Fx teng 25/x qo'shilgan 2 funksiyaga x0 barobar 5/4 nuqtadan urinma o'tkazgan ekansiz. Ana o'sha urinmani burchak koeffitsiyentini toping deyapti. Urinmamizni burchak koeffitsiyenti 3 bir xil ekan mana bilan. 1 bilan 1 xil. 3 da ilzosi x deyapti xolos. Ilzosi x da hosilasi 1/2 ilzosi x bo'ladi. X ni qo'yib qo'ysangiz bo'ldi. 3 qiyin emas ekan. Shuning uchun 5 ga o'tib ketdim. 5-sidan ham 5-sida ham demak burchak koeffitsiyent Azizbek so'rayapti. Burchak koeffitsiyent k ni so'rayapti. Demak biz bundan hosila olishimiz kerak. Hosila olish uchun mana bu x bor-ku. X ni tepaga ko'tarib qo'yasiz. Fx teng 25 ko'paytiruv x ni -1-si qo'shilgan 2. Mana funksiyamizda mana bu ko'rinishga egizib oldik. Endi bitta hosila olamizda x0 nuqtani qo'yib qo'ysak bo'ldi, masalamiz yechiladi. Demak, burchak koeffitsiyent k topish uchun hosila olib x0 qo'yishim kerak. Hosila olaman. Hosila olsam -1 oldinga tushadi, 1 ayriladi. 25 turaveradi. Songa qaramaymiz, songa tegmaymiz. -1 oldinga tushadi, x da -1 dan 1 ayriladi. Qo'shilgan 2 o'zgarmas son hosilasi 0 ga teng. Chunki -1 oldinga tushdi, 1 ayrildi. -1 oldinga tushdi, 1 ayrildi. Demak, f' x teng -25 x da -2-si barobar minus bo'lganligi uchun pastga tushib ketsa -25 ko'paytiruv 1 taqsim x kvadrat. Bu ham bo'lsa -25 taqsim x kvadrat. Mana hosila. Ana endi biz burchak koeffitsiyentni topishimiz uchun shu hosilaga x0 nuqtani qo'yib qo'yishimiz kerak. Demak, burchak koeffitsiyent k ni topish uchun hosila oldik-ku. Ana o'sha olgan hosilaga x0 nuqtani qo'yib qo'yamiz. Minusdan
Demak, 25 taqsim x o'rniga 5 taqsim 4 qo'yib qo'yamiz. 5 taqsim 4 ning kvadrati minus. Hop, 5 taqsim 4 kvadrati 25 taqsim 16 minusdan bilamiz, bo'lishda mana bu mahrajimizdagi 16 aylanib suratga ko'tarilib ketadi. 25 ko'paytirib 16 taqsim 25. 25 lar qisqarib ketsa minus 16. Demak, burchak koeffitsiyenti minus 16 ekan. 5-sida urimamizning burchak koeffitsiyenti minus 16 ekan. Tushunarlimi? Xo'p, endi 7-si. 7-sida burchakni so'rayapti. X o'qi bilan qanday burchak hosil qiladi? Yozamiz. 7-si fx teng ildiz ostida 16x qo'shilgan 21. Bu funksiyamizga x0 barobar 1 taqsim 4 nuqtadan o'tkazilgan ekan, urim o'tkazilgan ekan, bu urinmamiz x o'qi bilan qanday burchak hosil qilardi? O'sha burchakni tangenusini topib qo'ying demoqchi ekan. Mana shu funksiyamiz 1 taqsim 4 degan nuqtasidan shu funksiyamizga 1 taqsim 4 nuqtadan urinma o'tkazganmiz. O'sha urinmamizni x o'qi bilan hosil qilgan burchagini tangenusini so'rayapti. Demak, bizdan nimani so'rayapti? Tangenus alfani so'rayapti. Tangenus alfa k ga teng. Biz demak k ni topib qo'ysak bo'ldi. K ni topishni nima qilishimiz kerak? Hosil olib turib, olgan hosilamizga 1 taqsim 4 ni qo'yishimiz kerak. Boshladik. Hosil olaylikchi. f' x teng hosil olyapmiz. Ildiz ostida x hosilasi nimaga teng? Ildiz ostida x ni hosilasi 1 taqsim 2 ildiz ostida x ga teng. Mana. Ildiz ostida x kelsa, biz buni qoidasini yodlaganmiz. Ildiz ostida x kelsa, hosilasi 1 taqsim 2 ildiz ostida x ga teng. Ko'paytiruv, endi buning ichidan ham hosil olamiz. Buning ichidan hosilasam 16x ni hosilasi nechi? 16x ni hosilasi 16 qo'shilgan 21 ni hosilasi 0. Tushundingmi? Ildiz ostida x ni hosilasi 1 taqsim 2 ildiz ostida x bo'ldi. Ko'paytiruv, ichiga kirib ichidan hosil oldim. Ichidan hosil olsam 16x ni hosilasi 16 bo'ldi. 21 ni hosilasi 0 bo'ldi. 16 ga 0 ni qo'shsam 16, 16 1 ga ko'paysa 16. Demak, f' x 0 16 taqsim 2 ko'paytirilgan ildiz ostida 16x plus 21. Qisqaradigan bo'lsa 8 taqsim 16x plus 21 ekan. Mana hosilamiz shu. Endi bizdan k ni so'rayapti, ya'ni tangens alfani so'rayapti. Tangens alfa k ga teng. K topishni nima qilamiz? K topishni olingan mana shu hosilaga x0 nuqtani qo'yib yuboramiz. Mana 1 taqsim 4 ni qo'yishimiz kerak. Qo'yaylikchi. Olgan hosilamizga 1 taqsim 4 ni qo'yib yuborishimiz kerak. Demak, burchak koeffitsient k topish uchun olgan hosilamizga x0 ni qo'yishimiz lozim. Barobar, demak 8 taqsim 16 ko'paytirib x joyiga 1 taqsim 4 ni qo'yib yuborasiz. Qo'shilgan 21. Demak, 8 taqsim bu ikkovi qisqarib ketsa bitta 4. 4 plus 21
8 taqsim 25. 25'imizdan 5 chiqadi. 8'ni 5 ga bo'lsak 1,6. Demak, burchak koeffitsiyentimiz K 1,6. Endi juda yaxshi bilamiz, bu K tangens alfaga ham teng bo'ladi. Demak, K ni o'rniga tangens alfani qo'ysam, mana javob. 1,6 tangens alfasi. Ya'ni mana bu funksiyamizga 1/4 nuqtadan urinma o'tkazdirsak, ana o'sha urinmamizni x o'qi bilan hosil qilgan burchagining tangenisi 1,6 ga teng ekan. 9-savolga qaraymiz. Shartini o'qinglar. 9-si. Xo'p, 9-si. fx teng fx teng 6 minus 2x funksiya berilgan ekan. Bu funksiyaga x0 barobar 1 nuqtadan urinma o'tkazilgan ekan. O'sha urinmani hosil qilgan burchagi x o'qi bilan hosil qilgan burchagi alfa bo'lsa, bu ham tangens alfani so'rayapti. 7-ni qanaqa ishlagan bo'lsak, buni ham xuddi shunaqa bajaramiz. 1 degan nuqtadan o'tkazilgan urinmamizning tangens alfasini so'rayapti. Nima qilamiz bu yerda ham? Hosila olamiz. Olgan hosilaga x0 nuqtani qo'ysak, tangens alfa kelib chiqadi. Qani hosilab olaylikchi. f' x teng ildiz ostida x hosilasi 1/2 ildiz ostida x. Ildiz ostida x ni hosilasi 1/2 ildiz ostida x. Murakkab funksiya bo'lganligi uchun ichiga kirib, ichidan ham hosil olasiz. Ko'paytirib, ichidan hosil olyapman. 6 ni hosilasi 0, ayru 2x ni hosilasi 2. 0 dan 2 ni ayrsam -2. -2 1 ga ko'paysa, -2 taqsim 2 ildiz ostida 6 - 2x. 2larni qisqartirsam, -1 taqsim 2lar qisqarib ketsa, -1 taqsim 6 - 2x ekan. Demak, hosilamiz f' x teng -1 taqsim 6 - 2x. Endi bizdan tangens alfani so'rayapti. Tangens alfa hosila olib x0 qo'yib qo'yganimizdan chiqadi. Ya'ni k hosila olib x0 qo'yib qo'yganimizdan chiqadi. Minusdan 1 taqsim 6 - 2 ko'paytiruv x0miz 1 ga teng. Minus 1 taqsim ildiz ostida 4 minus 1 taqsim 2 ga teng. Tushunarlimi? Tangens alfasi -1 taqsim 2. Demak, urinmamiz kamayuvchi ekan. To'g'ri sig'imiz kamayuvchi ekan. Tangens alfa manfiy chiqib qolsa, to'g'ri sig'imiz kamayuvchi bo'lar edi. 11-siga keldik. Shartini o'qiymiz.
Xo'p, qaraymiz. Navbatdagi savol. Savollar qiziqlashyapti, qiziqarli bo'lib boryapti. Qaniydir fx funksiya bor ekan. Ilzosida x ayru x degan fx funksiya bor ekan. Mana shu funksiyani urinmasini burchak koeffitsiyenti k 1 ga teng ekan, x0 nimaga teng bo'ladi? x0 nimaga teng bo'ladi? Biz endi x0 topishimiz kerak. Xo'p, burchak koeffitsiyent qaniyga chiqaradi? Burchak koeffitsiyent bundan hosila olib x0 nuqtani qo'yganimizdan kelib chiqaradi. Demak, hosila olishimiz kerak. Hosila olaylik. Ilzosida x da hosilasi 1/2 ilzosida x, x da hosilasi 1 ga teng. Mana shu hosilasi. Ikkinchi ish. Burchak koeffitsiyent k ni topish uchun olingan hosilaga x0 qo'yishimiz kerak. Demak, burchak koeffitsiyentimiz 1 ga teng, 1 teng. Mana bu funksiyaga x0 ni qo'yib ko'ramiz. 1/2 ilzosida x0 ayru 1. Bilamiz, burchak koeffitsiyent k, hosila olingan joyga x0 ni qo'ygandan kelib chiqadi. Burchak koeffitsiyent k ga shartga ko'ra 1 qo'ydim. Mana burchak koeffitsiyent k 1 ga teng, 1 qo'ydim. Olgan hosilamga x0 qo'ydim. Olgan hosilam mana bu edi. Mana shu yerga x joyiga x0 qo'ydim va shu tenglamani ishlab ko'ramiz. Ishlab ko'rsak bizdan so'ragan x0 nuqtasi chiqadi. Xo'p, birda baqa obatinglarda kres ko'paytirib o'ringlar. Bir baqa o'tsa 1 ga 1 qo'shilib 2 bo'lar ekan. 2 teng 1/2 x0. Kres ko'paytiramiz. 2 baqa ko'paysa 2 kere 2 4. 4 ilzosida x0 teng 1. Kres ko'paytirib oldim. Mana bu 2 ilzosida x0 bunga ko'paydi. 4 ilzosida x0 teng 1. 4 daqiqa bo'lib olamiz. Ilzosida x0 teng 1/4. Ko'tarib qo'yinglar kvadratga, masala yechiladi. Ilzosida x0 kvadrati teng 1/4 ni kvadrati. Bu yerda x0 teng 1/16. Demak, bizdan so'ragan x0 nuqta 1/16 ekan. 13-si. Xo'p, o'rinish nuqtasini, absissasini toping. Bu ham xuddi shunga o'xshagan ekan. Ishlab ko'ramiz. Burchak koeffitsiyent k burchak koeffitsiyent k ln 2 ga teng. x0 nuqta nima bo'ladi deb so'rabdi. Xo'p, burchak koeffitsiyent qayerdan kelib chiqaradi? Burchak koeffitsiyent bundan hosila olib, olingan hosilaga x0 ni qo'yganimizdan kelib chiqaradi. Hosila olamiz. Hosila olaylik. Birinchi ish. Hosila olsak. Bu a ni x-sida hosila olinadi. A ni x-sidan qanaqa hosila olar edik? A ni x-si ln a. Xuddi shunday hosila olasiz. 2 ni x minus 2-si ko'paytiruv ln 2 ko'paytiruv x minus 2 dan ham hosila. 2 ni x minus 2-sidan hosila olsak, 2 ni x minus 2-si ko'paytiruv ln 2 ko'paytiruv x minus 2 dan ham hosila. Demak, 2 ni x minus 2-si ko'paytiruv ln 2, x minus 2 dan hosila olsam, x da hosilasi 1 ga teng, 2 ni hosilasi 0 ga teng. Demak, hosilamiz 2 ni x minus 2-si ko'paytiruv ln 2. Endi mana shu hosila, shu hosilaga x0 nuqtani qo'ysak, k kelib chiqadi. Ya'ni qoidaga ko'ra hosilaga
x0 nuqtani qo'ysak k kelib chiqadi. Mana hosila. Mana shu hosilaga x0 nuqtani qo'ysak, demak 2 darajasida x0 minus 2 ko'paytiruv ln 2. Mana hosilaga, shu hosilaga x0 nuqtani qo'ysak, mana bu ifoda kelib chiqadi. Shu ifoda k ga teng. K bizda ln 2. ln 2 lar qisqarib ketadi. 2 darajasida x0 minus 2 barobar 1. 1 da joyiga 2 ni nollasini qo'yib olamiz. 2 da tashlab yuborsak, bu yerdan x0imiz 2 ga teng. Ma'nosiga tushunyapsizlar? Yaxshi. 15-si. Yaxshi, keyingisi 15. Urinish nuqtasining absissasini toping deyapti. Bu ham shunaqa ekan. fx teng kosinus kvadrat x ekan. Burchak koeffitsient 1/2 ekan. x0 necha bo'ladi? Tushunyapsizmi? fx funksiyamiz kosinus kvadrat x ekan. Shu funksiyaga qayerdandir urinma o'tkazganda, o'sha urinmani burchak koeffitsiyenti 1/2 bo'lib qolibdi. Qayer o'sha yer? Qayerdan o'tkazgan urinmani? Xuddi mana ularga o'xshaydi. Xo'p, bu k qayerdan kelib chiqqan? Bu k mana undan bitta hosila olgan hosilaga x0 olib qo'yganda bu k kelib chiqqan. Demak, biz bundan bitta hosila olib turib 1/2 tenglab qo'yishimiz kerak. Hosila olamiz. Yozdik. f'(x) teng kosinus kvadrat x dan hosila. Kosinus x ni kvadratidan hosila. Hosila olsam 2 oldinga tushadi, 1 ayriladi. Yozamiz. 2 kosinus x ni birinchi darajasi bo'ladi. Ko'paytiruv kosinusdan hosil olamiz. Kosinus hosilasi minus sinus. Demak, hosila minus 2 sinus kosinus. Tushundingmi? Kosinus x ni kvadratidan hosil olyapman. 2 oldinga tushdi, darajada 1 ayrildi. Mana 2 oldinga tushdi, darajadan 1 ayriluvda 1 qoldi. Ko'paytiruv ichidan ham hosil oldik. Kosinus hosilasi minus sinus. Endi bu bizga qaysi qoidani beradi? 2 kosinus sinus sinus 2x ni beradi. Demak, hosilamiz minusdan sinus 2x ni berar ekan. Mana shu hosila. Ana endi shu hosilaga x0 nuqtani qo'ysak, k chiqish kerak. Hosilaga x0 nuqtani qo'ysak, k chiqish kerak. Demak, minus mana bu hosilaga x0 nuqtani qo'ysam, k chiqish kerak. K 1/2. Tushundingizmi? Mana hosilaga x0 nuqtani qo'ysam, k chiqish kerak. K mana 1/2. Endi shu tenglamani ishlab qo'yasiz. Minusni baqa bo'lib yuboramiz. Bo'lib yuborik. Sekinroq, yigitlar. Minusni baqa bo'lib yuboramiz.
Xo'p, minus baqa bo'lib yubordik. Sinus 2x0 barobar minus 1 taqsim 2. Umumiy yechim qilib ishlaymiz. Yozdik. 2x0 barobar minus 1 ning kainsi arc sinus minus 1 taqsim 2 plus davrda pika. Bilamiz, arc sinus toq funksiya tashqariga minusini chiqaradi. 2x barobar minus 1 da kainsi ko'paytiruv minus 1 tashqariga minusini chiqarib yubordi. Arc sinus 1 taqsim 2 qo'shilgan pika. Bu yerda 1 bor. Minus 1 da kainsiga minus 1 da birinchisi ko'paysa, ko'rsatkichlar qo'shilib minus 1 da k plus birinchisi bo'lib qoladi. 2x0 teng minus 1 ni k plus birinchisi arc sinus 1 taqsim 2. Bu jadvaldan qarang. Sinus qachon 1 taqsim 2 bo'ladi? 1 taqsim 6 da. 1 taqsim 6 plus pika. 2 ga bo'lib qo'yamiz. x0 teng minus 1 ni k plus birinchisi 1 taqsim 6 ni 2 ga bo'lsak 1 taqsim 12 pikani 2 ga bo'lsak pika taqsim 2 katta ishli z. Javob mana shu. Bizning x0'imiz mana shu nuqtalar to'plami bo'lar ekan. 17-si. 17-sida endi burchakda o'zi nechaga teng bo'ladi deb so'rayapti. Burchak nechaga teng bo'ladi? Yaxshi, 17-savol. Shartini yozamiz. Savol ma'nosiga qaranglar. Bizga minus 3x kub funksiya berilyapti. Shu funksiyaga 1 taqsim 3 nuqtadan urinma o'tkazilyapti. Ana o'sha urinma x o'qi bilan qandaydir burchak hosil qilsa, o'sha burchak necha bo'ladi deb so'rayapti. Buni grafikini chizib ko'rsataman. Grafiga qaranglar. Xo'p, minus 3x kubning grafigi mana bu ko'rinishda bo'ladi. Minus 3x kub mana bu ko'rinishda bo'ladi. Yaxshilab quloq solib turasizlar. Grafiklar bilan ko'p ishlagansiz. Minus 3x kubning grafigi mana bu ko'rinishda bo'ladi. Mana shu funksiyani 1 taqsim 3 degan nuqtasi mana bu yerda bo'ladi. Shu 1 taqsim 3 degan nuqtasidanchi urinma o'tkazyapmiz ekan. 1 taqsim 3imiz shu yerda bo'ladi. Shu 1 taqsim 3imizdanchi mana shu yerdan qandaydir mana bu ko'rinishda urinma o'tkazyapmiz ekanda. Bu urinma 1 taqsim 3 degan nuqtada funksiyaga tegadi. O'tyapti urinma. Bu urinma mana bu x o'qi bilan qandaydir alfa burchak hosil qilsa, shu alfa burchak nimaga teng deyapti. Tushundingizmi? Bu alfa burchak topishimiz uchun hosila olamiz. Olgan hosilamizga x0 nuqtani qo'yamiz. Yozdik. Hosila olsak hosila olaveray. 3 oldinga tushadi, 1 ayriladi. 3 oldinga tushsa 3 bilan ko'payib 9. Minus 9 x kvadrati. Mana hosila. Ikkinchi ishimiz shu olgan hosilamizga x0 nuqtani qo'yamiz. Minus 9
x o'rniga 1 taqsim 3 qo'ysak, 1 taqsim 3 kvadrati barobar hisoblanglarchi. Kim shu gaplashayotgan? Bo'lsak, -9 ko'paytiruv 1 taqsim 9, 2 qisqarib ketsa -1. Demak, hosila oldik, x0 nuqtani qo'ysak -1 chiqdi. Bu -1imiz bizga k ni beradi. Demak, burchak koeffitsient k -1 ga teng. K boshqa tarafdan tangens alfaga ham teng. Tangens alfa qachon -1 bo'lar edi? 135 gradusda. Demak, alfa teng 135 gradus. Faqatgina mana shu agar burchak koeffitsient topayotganimizda bu yerdagi minus chiqib qolsa-chi, minus chiqib qolsa, k topish uchun 180 dan mana bunaqa qilib hisoblaysizlar. Faqat urinmada shunaqa qilasizlar. Agar urinmada tangens alfa manfiy son chiqib qoladigan bo'lsa, manfiy son chiqadigan bo'lsa, k topish uchun 180 dan arctangens 1 deb tashlaysizlar. Bu yerda -1 edi, biz +1 qilamiz, faqat 180 ayirib qo'yamiz. Demak, k barobar 180 -45 k teng shu 135 chiqaveradi. Faqat urinmada shunaqa qilasiz. Endi 19-ga keldik. Shartiga qaraymiz. 19 ham shunaqa ekan. Qaranglarchi, bir xil ekan. Funksiyaning bir nuqtasi absissal nuqtasidan o'tkazilgan urinma va OX o'qining musbat yo'nalish bilan hosil qilgan burchak toping deyapti. Bir xil. 19 bilan bir xil, javobi ham bir xil ekan. 21-si. fx teng ilzosida 6x + 7 x0 barobar x0 barobar 3/3 alfani toping deyapti. Ishlab ko'ringlarchi. Hosil olasiz. Olgan hosilangizga x0 qo'ysangiz, tangens alfa kelib chiqadi. Demak, alfa topishimiz uchun hosil olishimiz kerak. Birinchi ish, hosil olyapman. Ildiz ostida x. Ildiz ostida x hosilasi 1/2 ildiz ostida x. Ko'paytiruv ichiga kirib, ichidan hosil olamiz. Ichidan hosil olsak, 6x ni hosilasi 6, 7 ni hosilasi 0. Demak, 6/2 ildiz ostida 6x + 7. 6lar 2lar qisqarib ketsa, javob 3/6x + 7. Mana bu hosila. Endi shu hosilaga x0 nuqtani qo'yishimiz kerak. O'shanda burchak koeffitsient kelib chiqadi. Demak, burchak koeffitsient topish uchun olgan hosilamizga x0 ni qo'yib ko'ramiz. 3/3 qo'shilgan 7. Hisoblanglar. x0 ni qo'yib ko'ryapmiz-da.
Demak, 3 taqsim 6 ko'paytiruv 3 kare 3 9, 1 ni qo'shsak 10. Minus 7. 3 taqsim 27. 27 dan 3 ildizi 3 chiqadi. Bu bilan bu qisqarib ketsa 1 taqsim ildizi 3. K 1 taqsim ildizi 3 ekan. Burchak koeffitsient 1 taqsim ildizi 3. Bilamiz K tangens alfaga teng bo'ladi. Tangens alfa teng 1 taqsim ildizi 3. Bundan alfa 30 gradus ekanligi kelib chiqadi. O'rimamiz x o'qi bilan 30 gradus burchak hosil qiladi. 23. Fx teng 1 taqsim 2 tangens x x olamiz 1 taqsim 4 ekan, alfani so'rayapti. 21 qancha ishlayverasizlar? Usmonxo'ja, x olamiz 1 taqsim 4 ekan, alfani so'rayapti. Nima qilamiz? Alfani topish uchun hosil olamiz, x nuqtani qo'yamiz. Yozdik. Birinchi ish. Hosilni olsak 1 taqsim 2 turaveradi. Tangens hosilasi 1 taqsim kosinus kvadrat x. Tangens x hosilasi 1 taqsim kosinus kvadrat x. Demak bu hop suratda 1 kare 1 1, mahrajda 2 kosinus kvadrat x. Ikkinchi ish. K ni topish uchun olingan hosilaga x ni olib qo'yasiz. 2 kosinus kvadrat 1 taqsim 4. Kosinus kvadrat 1 taqsim 4. Hop, endi teng 1 taqsim 2 kosinus 1 taqsim 4 da 1 taqsim ildizi 2 qo'ysam, kosinus 1 taqsim 4 da 1 taqsim ildizi 2 ni qilsam bo'laveradi. 1 taqsim 2 ko'paytirib 1 taqsim 2, bular qisqarib ketsa 1 ekan. Demak K 1 ga teng. K boshqa tomondan tangens alfaga ham teng bo'ladi. Tangens alfa qachon 1 bo'lardi? 45 gradusda. Javob 45 ekan. Boshqani yozib yubordimmi? To'g'rimi? Javobi qanaqa ekan? Shunaqami? Xo'p, endi 25-si. Yozamiz fx teng 2 taqsim 3 kosinus x qo'shilgan pi taqsim 4. Funksiyaga pi taqsim 12 nuqtadan o'rim o'tkazilgan ekan, ana o'sha o'rinma x o'qining musbat yo'nalishi bilan qanday burchak hosil qiladi? X o'qining musbat yo'nalishi bilan qanday burchak hosil qiladi? Hosil olamiz, x nuqtani qo'yamiz. Bizda k chiqadi. Hosil olamiz, f' x teng 2 taqsim 3 turaveradi, songa tegmaysiz. Kosinus hosilasi minus sinus. Menga minus chiqib ketdi. Sinus
x plus beta taqsim 4 x plus beta taqsim 4 ko'paytiruv bu murakkab funksiya. Murakkab funksiya bo'lgani uchun ichidan ham hosil olasiz. İçidən hosil olsak, x-da hosilasi 1 ga teng, beta taqsim 4 da hosilasi 0 ga teng. Demak, ichida 1 plus 0. Demak, hosilamiz f' x teng minus 2 taqsim 3 sinus x qo'shilgan beta taqsim 4 bo'lyapti. Mana hosila. Endi-chi shu olgan hosilaga x 0 ni qo'yasizda, k ni topib olasiz. K teng f' x 0. Qo'yib ko'raylikchi. Minus 2 taqsim 3 sinus x o'rniga beta taqsim 12 ni qo'yib olasiz. Beta taqsim 12 bu 15 gradus degani. 15 ga 45 qo'shsak 60. Minus 2 taqsim 3 sinus 60. Bu minus 2 taqsim 3 sinus 60 da ilzosida 3 taqsim 2 degani. Bu ikkovi qisqarib ketsa minus ilzosida 3 taqsim 3. Demak k minusdan ilzosida 3 taqsim 3 bo'ladi. Bundan oldingi misollarda ham aytdim, agar k manfiy son chiqsa, faqat urinmada pi minus qilib ishlaysizlar dedim. Demak, alfa teng pi minus arc sinus ilzosida 3 taqsim 3. Faqat urinmada shunaqa qilasizlar. Pi 180 ayru 30. Qachon ilzos nima arc sinus emas, arctangens. Arctangens. Pi minus arctangens ilzos 3 taqsim 3 bu ham bo'lsa 150. Tushundingmi? 27 dan boshlab urinma tenglamasini tuzish ekan. Tuzib qo'yaverasizlar. 27 ni qaranglarchi. Urinma tenglamasini tuzing deyapti. Fx teng 2 ayru x ayru x kub x 0 nuqtamiz 0 ga teng. Bizdan urinma tenglamasini so'rayapti. Xo'p, urinma tenglamasini esga olaylik. Urinma tenglamasi y teng urinma tenglamasi fx0 qo'shilgan f'(x0) ko'paytirilgan x minus x0. Mana shu urinma tenglamasi. Biz shu urinma tenglamasini topishimiz kerak. Xo'p, birinchi ish. Hosila olmasdan turib x0 nuqtani qo'yasiz. Hosila olmasda x0 nuqtani qo'yasiz. 2 ayru mana bu x0 ni joyiga 0 ni qo'yib ko'rasizlar. 2 ayru 0 ayru 0 kubi 2 chiqdi. Ikkinchi ish. Hosila olasiz. Berilgan funksiyadan hosil olsangiz 2 ni hosilasi 0 ga teng. X da hosilasi 1 ga teng. X da kubini hosilasi 3 x da kvadratiga teng. Mana shu hosila. Demak, hosilasi minus 1 ayru 3x kvadrat. Uchinchi ish. Olgan hosilaga yana x0 ni qo'yasiz. Xo'p, minus 1 minus 3 ko'paytiruv x0'miz 0.
Olgan hosilaga 0 ni qo'yasiz. Mana bu yerga 0 ni qo'ying. Javob -1 chiqadi. Endi o'rinma tayinlamasini tuzasiz. Y barobar o'rinma tayinlamaysiz. fx0 plus f'(x0) ko'paytiruv x minus x0. fx0'imiz hosila olmasdan turib chiqarganimiz 2. Hosila olganimizda -1 chiqqan. -1 ko'paytiruv x minus x0. x0'imiz 0 ga teng. Tushundingmi? fx0 hosila olmay turib ishlaganimizdan chiqqan javob 2. Keyin hosila olganimizdan chiqqan javob -1. Mana -1. Ko'paytiruv x minus x0. x0'imiz 0 ga teng. Qarz ochib qo'ysam javob bo'lar ekan 2 minus x. Demak, javob y barobar mana o'rinma tayinlamasi. 2 minus x bo'lar ekan. Yigirma 9. O'rinma tayinlamasini tuzish kerak. Qani boshladik. Birinchi ish hosila olmasdan turib x0 ni qo'yasizlar. Mana shu turishiga x0 ni qo'yib yuborishingiz kerak. Mana bu 1 ni x lar joyiga qo'yib chiqasiz. Teng 1 ni kubi 3 ko'paytiruvlar qo'shilgan 5. X joyiga x0 nuqtani qo'yyapmiz. 1 minus 3 plus 5. 1dan 3 esa -2, -2 ga 5 qo'shsak 3. Ikkinchi ish hosila olasiz. O'rinma tayinlamasini tuzish uchun hosila olasiz. Hosila olsangiz x kubni hosilasi 3x kvadrat, 3x da hosilasi 3, 5 da hosilasi 0. Demak, hosila 3x kvadrat ayru 3. Uchinchi ish olgan hosilangizga yana x0 ni qo'yasiz. Mana bu x o'rniga x0 ni qo'ysangiz 1 kvadrati ayru 3 qarasangiz 0 ekan. Burchak koeffitsient k 0 chiqib qolar ekan endi. Yana to'rtinchi ish o'rinma tayinlamasini yozamiz. O'rinma tayinlamasi fx0 f'(x0) x minus x0. Mana shu o'rinma tayinlamasi. Shunda y teng fx0'imiz hosila olmasdan turib qo'yganimizdan 3 chiqqan. f'(x0'imiz 0 chiqib qoldi. x minus x0. x0'imiz 1 chiqdi. Demak, javob y barobar 3 ekan. O'rinma tayinlamasi y teng 3 degan chiziq ekan. Xo'p, endi 31. Pauza qilib turinglar.